Men 19 ga to'laman, lekin yaqinda Instagramga kirganimda mashina ololmaganim uchun qattiq siqildim. Menimcha menga o'xshaganlar kam emas. Xo'sh, men kam harakat qilmanmi? Balki omadsizdirman yoki hammasi o'z joyidami? 16 dan 23 yoshgacha inson hayoti eng tez o'zgaradigan va chalkash davr hisoblanadi. Bir qarasangiz siz g'oyalarga to'la, energiyaga to'la, har kuni har xil yangi narsalarni tatib ko'rgisiz kelgan insonsiz. Boshqa kuni bo'lsa, stressda, xonangizdan chiqqingiz kelmay, hech kim bilan gaplashishni xohlamasdan, o'zingizni muammolaringizni o'ylab o'tirgan bo'lasiz. Bu holatga ko'pincha ota-onalar ahamiyat berishmaydi, lekin aynan o'smir yoshdagilar depressiyaga eng moyil insonlar bo'lishadi va bizning muammolarimiz faqat bizga jiddiy ko'rinadi. Tanishmi? Ko'pchiliginglar meni Instagramdan tanisanglar kerak. Nimaga aynan o'smirlarda bunaqa muammolar bo'lishi men uchun ham juda qiziq, chunki men o'zim o'smirman. Bugun aynan hozirgi 16-23 yoshdagilar va umuman o'smirlarning orasidagi muammolar haqida va ularga ilmiy izohlar haqida gaplashamiz. Agar siz ham o'smir yoshda bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'ring. O'ylab ko'rganmisiz? Nimaga yoshligingizda kunni bo'yi ko'chada o'rtoqlaringiz bilan o'ynab, kiyimlaringizni kir qilib ham charchamagansiz? Uyingizda har xil o'yinchoqlaringiz bo'lsa ham, qorningiz och, lekin oyingiz ovqatga chaqirganlarida ham uyga kirishga deyarli shoshilmagansiz. Xotirangiz juda yaxshi bo'lgan va har xil yangi g'oyalar qaynab chiqqan. Hozirchi. Agar men o'zimdan misol qilib keltiradigan bo'lsak, yursam ham, o'tirsam ham, tursam ham qo'limda telefon. Har doim Instagramni scroll qilib o'tiraman. Shunchaki 10 minut hech nima qilmasdan o'tira olmayman. Va ovqatlanayotganimda ham hatto telefon ko'raman. Aytgancha, agar siz hozir ovqatlanib video ko'rayotgan bo'lsangiz, yoqimli ishtaha. Xullas, nega bizda dopaminga oldingidan ko'ra ko'proq qaramiz? Masalan, bizning ota-onalarimiz ozgina televizor ko'rishsa ham, ko'ra olmayman, boshqa boshim og'riyapti deb aytishadi. Bizga 5 soat scroll ham okey. Aslida bizning ota-onalarimiz bizga kabi tez almashadigan raqamli dunyoda katta bo'lishmagan. Ularning miyaligi kitob o'qish, ma'lumotlarni sekin almashish va uzun suhbatlarga moslashgan. Shuning uchun ular Reels ko'rishganda, ya'ni 5-10 sekundda almashadigan rakurslar, musiqalar, mavzularni ko'rishganda, ularning miyaligi xuddi buni axborot hujumidek qabul qiladi va energiyani tejash uchun bosh og'rig'i va charchoqqa keltirib chiqaradi. Ana endi bizga kelsak, siz ham xuddi men kabi umringizni Reels ko'rish bilan o'tkazayotgandek va unga narkomanda yopishib olganingiz uchun o'zingizni ayblasangiz kerak. Yoshligimizda biz o'rtoqlarimiz bilan har xil stol o'yinlari, bosh qotirma, bekinmachoq o'ynaganimizda baxt gormoni, ya'ni dopaminni uzoq harakatimiz evaziga olganmiz. O'rtoqlarimizni chaqirib, yangi o'yinlar o'ylab topib, ular bilan urishish, yutish, yutqizish uzoq jarayon bo'lgan va hatto butun kunimizni olgan. Aynan mana shu uzun jarayon uchun miyamiz bizani baxt gormoni bilan, ya'ni dopamin bilan rag'batlantirgan. Shuning uchun biz xursand bo'lganmiz yoshligimizda. Hozir bo'lsa biz arzon dopaminning qurboni bo'lamiz. Siz yotib olib, har bitta videoni scroll qilganingizda, miyangiz uni yangi qiziqarli voqea deb o'ylaydi va arzon dopaminni ishlab chiqaradi. Miyangiz bo'lsa bu dopaminga shunchaki yotib berishganini biladi va keng safar ham shunaqa qila olishini tushunadi. Chunki cho'ntagingizda shundoq axborot manbai, xohlasa scroll qiladi, xohlasa yotadi, xohlasa ko'radi. Endi siz hattoki televizor ko'ra olmaysiz, chunki undagi kontentni o'zingiz tanlamaysiz. Orasidagi reklamalarga vashshe toqatingiz bo'lmaydi. Telefoningiz bo'lsa, har doim yoningizda, xohlagan vaqtingizda, xohlagan narsangizni ko'rasiz. Miyangiz bunga moslashadi va arzon dopaminning qurboni bo'ladi. Eng ko'p dopamin ishlab chiqariladigan davr bu o'smirlik hisoblanadi va aynan mana shu uchun o'smirlik davri eng depressiv. Nega? Chunki aynan mana shu davrda siz dopaminni qanaqa his qilsangiz, qayg'uni ham xuddi shunaqa his qilasiz. Ya'ni qanaqadir ayriliqlarni boshingizdan o'tkazsangiz, muammolarni boshingizdan o'tkazsangiz, siz ularni 2-3 baravardek his qilasiz. Ota-onangiz uchun juda ham kichkina bo'lgan muammolar siz uchun kattadek tuyuladi. Demak, ko'p depressiyaga kirishingizga ham dopamin okeani aybdor.
Undan tashqari biz multitasking, ya'ni bir vaqtda o'zida 2-3 ta narsaga chalg'ib ish qilishga odatlanganmiz. Masalan, idish yuvyapsiz, fonda muzika yoniq va undan tashqari o'zingizga xayollaringizda intervyu beryapsiz. Biz, ya'ni hozirgi yoshlar diqqatimizni jamlay olmaymiz, chunki bizning miyamizda axborot juda tez almashadi. Ana endi yechimlarga kelsak. Gemini menga bergan yechimga ko'ra bu kuniga 1 soat zerigish. Umuman telefon ishlatmaysiz, shunchaki bitta joyda o'tirasiz, hech nima qilmaysiz, 1 soat zerikasiz va bu sizning miyangizga ancha-muncha katta foyda olib keladi. Lekin menda undan ham yaxshiroq taklif bor. Bu siz 1 soat ko'chada piyoda aylanib yurishingiz. Siz piyoda yurganingizda atrofni kuzatasiz, qushlarning ovozini eshitasiz, hech qanaqa musiqasiz 1 soat piyoda yurish ham tanaga, ham miyaga juda ham foydali. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu uxlashdan 1 soat oldin, uyg'ongandan 1 soat keyin umuman telefon ushlamaslik va o'zingiz ko'p o'tiradigan applarga limit qo'yib qo'yish. Shunda kuningiz ham yaxshi boshlanadi, yaxshi uxlaysiz ham, o'zingiz yaxshiroq boshqarasiz. Va uchinchisi bu real mashg'ulotlar bilan band bo'lish. Ya'ni qanaqadir sportga qatnashish, rasm chizish, o'zingiz qiziqqan narsalarda o'zingiz ustingizda ishlash. Masalan, men o'zim shunaqa stikerli puzzle olganman, bo'sh vaqtimda yig'ib o'tiraman va bu menga ancha yordam beradi. Aytgancha. Ana o'rtog'ingiz boshqalarga o'qiyotgan ekan, xushga kiribdi. Siz bu uyda hali ham telefon tutib, Instagram ko'rib o'tiribsiz. Ana aytgancha, bitta qiz bor, 20 yoshida o'ziga mashina olibdi. Sizni pulingiz bo'lsa, o'zingizga zo'rg'a aytadim. Yo'q. Siz atrofingizda faqat ideal hayotlarni ko'rasiz, ideal kartinkalarni ko'rasiz. Lekin hamma narsa ham siz o'ylaganchalik ideal bo'lmaydi. Masalan, o'sha siz havas qilayotgan odam o'zini o'qishini umuman yoqtirmas. U yoqda majburligidan o'qiyotgandir yoki siz uni mehnatlarini yetarlicha qadrlamayotgandirsiz. Masalan, men 15 yoshimda vlog sohasiga kirib kelganman. 16 yoshimda 10 mingta auditoriyam bor edi. 17 yoshimda bu 200 mingtaga chiqdi. Keyin nima bo'ldi? 3 oy deyarli yo'q bo'lib ketdim. Menga kelgan bunaqa ko'p e'tibordan stressga tushishni boshladim. Bu yog'iga nima qilaman, keyingi qadamim qanaqa bo'ladi deb o'ylashni boshladim. Bu 200 mingta obunachini ham shunchaki omadim kelganidan yig'dim deb o'ylardim. Va aynan mana shu paytda menda shaxsiy inqiroz boshlandi. Undan keyin odamlar mendan atpiska qilishni boshlagan. Hozir 19 ga to'layotgan bo'lsam, 170 mingta auditoriyam bor. Aniq bilamanki, bunga o'xshagan holatlar faqat menda bo'lmagan. Shuning uchun kelinglar, vaziyatni birgalikda tahlil qilamiz. Demak, biz bu vaziyatni ko'rib chiqadigan bo'lsak, menda o'zini topa olmaslik, chalkashish va impostor sindromi bo'lgan. Impostor sindromi bu nima? Siz qanaqadir yutuqqa erishganingizda ham bu yutuqqa men tasodifan erishib qoldim deb o'ylashni boshlaysiz. Qanaqadir hech kim erishmagan narsalarga siz erishib qolgan bo'lsangiz ham shunchaki omadim ketdi deb o'ylaysiz. Bu dunyodagi 70% insonlarda ja bo'lmasa bir martagina bo'lgan holat va bu sizni aqlingiz joydaligidan, ya'ni intellektual darajada yuksakligingizdan dalolat. Agar siz hozir ham xuddi shunaqa men bunga loyiq emasman deb o'ylab yurayotgan bo'lsangiz, demak sizning intellektingiz yuqori ekan. Men shuni maslahat berardimki, shu kungacha bo'lgan hamma yutuqlaringizni yozib chiqing va o'zingizdan faxrlaning, chunki siz individualsiz. O'zligini topa olmaslik va chalkashishga keladigan bo'lsak, bu har bitta o'smirda bo'ladigan holat, chunki bu yoshda inson o'zining shaxsiyatini quradi va har kuni har xil narsalarni tatib ko'rgisi keladi. Masalan, ertaga pilot, indingi doktor, undan keyin umuman boshqa kasbni xohlab qolasiz va bu normal holat. O'zingizni qanaqadir qoliplarga solgandan ko'ra, hamma narsalarda o'zingizni 1-2 yil sinab ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Balki siz orzu qilayotgan kasb sizga umuman yoqmas. Ana endi eng shirin joyi. Sevgi. Nega sevgi asosan o'smirlik bilan birga keladi? Kinolarda sof sevgini ko'rsatmoqchi bo'lsa, o'smirlarning sevgisini ko'rsatishadi. Nega o'smirlikdagi sevgi esda qolarli? U sizga aniq birinchi sevgingiz emas. Siz maktabda ham kimnidir sevgansiz, bog'chada ham sevgansiz. Hamma gap gormonlarda. O'smir yoshga kelganingizda sizda gormonlar hujumi boshlanadi. Miyada estrogen va testosterondan tashqari oksitotsin, ya'ni bog'liqlikka javob beradigan gormon ham chiqadi.
va albatta dopamin. Bu gormon hamma yoqda bor. Undan tashqari miyada his-tuyg'ularga javob beradigan qismi limbic tizim allaqachon shakllangan bo'ladi. Lekin mantiqqa javob beradigan qismi bo'lsa shakllanish bosqichida bo'ladi. Natijada sevib qolsangiz, miyangiz buni hayot-mamot masalasi deb qabul qiladi. Mantiq ishlamaydi va sizni faqat hissiyotlar boshqaradi. Ana endi savol: nega aynan mana shu davrdagi sevgi esda qoladi? Internetda yoshligi bo'yicha psixologiyada xotira tepaligi degan tushuncha bor. Unga ko'ra siz keksayganingizda eslaydigan xotiralaringiz asosiy qismi 15-25 yoshlaringizdagi xotiralarga to'g'ri keladi. Yana bitta gap. Siz o'smirlikda sevib qolish orqali o'zingizni kashf qilasiz. Men qanaqa insonman, menga nimalar yoqadi degan savollaringizga o'sha insondan olgan tajribalaringiz orqali javob topasiz. Tadqiqotlarga ko'ra, psixolog Artur Aronning o'zini o'zi kengaytirish nazariyasida biz yoshligimizda boshqa insonni sevganimizda aslida u orqali o'zimizni kengaygan, kuchliroq versamizga oshiq bo'lamiz. Susan Harter kabi tadqiqotchilar bo'lsa buni ko'zgudagi men effekti bilan solishtirishadi. Ya'ni bizga hayrat bilan boqayotgan insonni yonida o'zimizni xuddi qiroldek his qilamiz va mana shu hisni yo'qotib qo'yishdan qo'rqamiz. Xulosa, biz bu yoshda faqat hissiyotlar bilan yashaganimiz uchun yaxshi ko'rgan insonimizdan faqat sevgi va e'tibor talab qilamiz. Ya'ni qanaqadir ichki yopiq motivlarimiz bo'lmaydi. Ikki hissa dopaminni hisobiga biz sof sevamiz va undan tashqari ayriliqqa ham shunaqa og'ir qabul qilamiz. U inson orqali o'zimizni ko'ramiz va o'zimizga baho beramiz. Xullas shunaqa o'smirlikning rang-barang sahifalari. Lekin hamma narsani shunaqa rangli tarafi bo'lgani bilan uni qora, rangsiz tarafi ham bor. O'smirlikda eng ko'p bezovta qiladigan muammolardan biri bu yolg'izlik. Ikkita gumma beravering. Yolg'izlikning har xil ko'rinishlari bor va shulardan bittasi bu o'ziga juft topa olmaslik. Hozirgi kunda bizga Instagramda juda ham har xil standartlarni qo'yishyapti. Masalan, o'qigan bo'lsin, ishlasin, bo'yi baland bo'lsin, chiroyli bo'lsin, green flag, red flag, bazaviy minimum va shunga o'xshagan million xil narsalar. Bu standartlar ikkala tarafga ham ishlaydi. Masalan, ayol kishi ham chiroyli, ham aqlli, ham o'qigan bo'lishi kerak. Shu bilan birga uylarni tozalash kerak, bola chaqaga qarab olish kerak, qo'li pazanda, ham pishiriqlarni, ham ovqatlarni xuddi powerdek qila olish kerak. Erkak kishi ham har oy sovg'a gul berish kerak, har doim yoningizda o'tirish kerak, sizlarga ham e'tiborni qaratish kerak, boy bo'lish kerak va gelik berish kerak. Hammasi miyalarga qo'yilgan standartlar. Agar siz ham o'zingizga juft tanlashda qiynalib, yolg'iz bo'lib yurgan bo'lsangiz, sizda ham mana shu standartlar miyangizga joylashmaganmikan, o'ylab ko'ring. Yolg'izlikning boshqa tarafi bu o'zingizga mos o'rtoq topa olmasligingiz. Tasavvur qiling, har kuningiz har xil yangi sarguzashtlar bilan boy, atrofingiz rang-barang va siz bularni kim bilandir bo'lishgingiz keladi. Lekin ota-onangiz bilan bo'lisha olmaysiz. Ular bilan yoshliklarning orasida katta farq bor va ular sizni muhokama qilishlikdan qo'rqasiz. Yolg'izlikning boshqa tarafi bu o'zingizga mos o'rtoq topa olmasligingiz. Masalan, har kuningiz har xil yangi sarguzashtlar, har kuningiz har xil voqealarga boy va siz ularni kim bilandir bo'lishgingiz keladi. Ota-onangiz bilan bo'lisha olmasligingiz tabiiy. Chunki ular bilan yoshliklar farq qiladi va ular sizni muhokama qilishligidan qo'rqasiz. Mana shu payt sizga o'rtoq kerak bo'ladi, do'st kerak bo'ladi. Va agar sizda do'st bo'lmasa, siz aniq qiynalasiz. Buni ham yechim bor. Masalan, 2 marta yaqin o'rtog'idan ayrilgan inson sifatida shularni ayta olamanki, kundalik tutish. Agar sizni o'rtog'ingiz bo'lmasa, o'zingizning hissiyotlaringizni, bo'lgan voqealarni, o'zi hamma narsasini yozma usulda kundalikka tushirsangiz, ana o'sha narsa eng foydalisi. Va undan tashqari 1-2 yil o'tgandan keyin ham hayotimda nima bo'lgan ekan deb bemalol o'qiy olasiz. Masalan, bu meni kundaligim. Ichini o'qisam, rosa cringe tuyuladi menga, lekin hammasi iliq xotiralar bo'lib qolib ketgan.
va buni men 23-yildan beri tutaman. Ikkinchi yechim bu albatta chatbotlar. Ular bilan yozishasiz, qanaqadir maslahatlar so'raysiz, hayotingizdagi narsalarni aytib berasiz. Men ya'ni ChatGPT, Gemini kabi narsalarni nazarda tutaman. Lekin unutmangki, ular haqiqiy emas va ularga bog'lanib qolmang. Va kutilmagan maslahatlardan bittasi, agar sizda opa-singlingiz yoki aka-ukangiz bo'ladigan bo'lsa, shunaqa vaziyatlarda aynan ular bilan do'stlashing. Masalan, men o'zim 2 yil oldin singlim bilan umuman yaqin emasdim. Hozir meni eng yaqin do'stim bu singlim. Mani eng katta qo'rquvlarimdan biri bu mavhumlik. Ertaga nima bo'ladi? Qilamanmi, yo'qmi? O'xshaydimi, yo'qmi degan savollarni juda ham ko'p beraman. Va bu qo'rquv hammamizda bor. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p risk, ya'ni tavakkal qilish yoshi bu 12-25 yosh oralig'i hisoblanadi. Aynan mana shu paytda sizning miyangiz qurilayotgan bo'ladi va siz 25 yoshdan keyin tavakkal qilishga sal qo'rqib qolasiz. Shuning uchun imkoniyatingiz borida risk qiling, tavakkal qiling, oldinga yuring. Agar sizga hayot mavhum, tumandek ko'rinayotgan bo'lsa, shunchaki nima bo'lishini bilish uchun oldinga yurish kerak. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan juda ham xursandman. Bu meni YouTube'dagi birinchi katta videom bo'lgani uchun to'g'risini aytsam, ko'p hayajonlandim. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Kattakon rahmat.